Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Siz Uz Futbol kanalidasiz. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekiston futboliga oid eng dolzarb yangiliklar va tahlillarni biz bilan kuzatib boring. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 23:45 da Akkishning Nyu-York shahridagi Icahn stadionida O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Bugungi raqib esa Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biri bo'lgan Niderlandiya. Mutaxassislar fikricha, Niderlandiya ushbu uchrashuvda favorit hisoblanadi. Jamoa tarkibida Yevropaning top klublarida o'ynayotgan ko'plab yulduz futbolchilar bor. Shunga qaramay, O'zbekiston terma jamoasi ham muxlislarni yaxshi o'yin va ijobiy natija bilan xursand qilishga harakat qiladi. Endi eng muhim savol: o'yinni qayerdan tomosha qilamiz? Uchrashuvni televizor orqali Zo'r TV kanalida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, bahsning jonli efiri Uz Sport Telegram kanali orqali ham namoyish etiladi. Havola tavsif qismida qoldirilgan. Sizningcha bugungi o'yin qanday yakunlanadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz bilan qoling va katta futbol oqshomidan zavqlaning.